Kuyov navkar taqiqlanganmi? Shu bo'yicha ko'p so'rashyapti. Qonunchilikni ko'rib chiqdim do'stlar. Bunday taqiqni topa olmadim. Mana yaqinda chiqqan prezident farmoni, hukumat qarorlarida keltirilyaptiki, mana shu to'ylar, oilaviy tantana, ma'raka va marosimlarni o'tkazish tartibini qat'iy nazoratga olish belgilangan bu yerda. Bir qanaqadir kuyov navkar taqiqlanadi degan joyi yo'q. O'zi to'ylar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlarni o'tkazishni tartibga soluvchi nizom bor va mana shu nizomda keltirilgan. Bu nizom Oliy Majlisda shu parlamentimizni ikkita palatasi, ya'ni Qonunchilik palatasi va Senatni qo'shma qarori bilan tasdiqlangan va bu nizomda keltirilgan qanday qoidalar asosida o'tishi. 7-bandida shunday yozilganki, milliy an'analarga yot, odob-axloq qoidalariga zid bo'lgan rasm-rusumlar, marosimlar o'tkazilishi taqiqlanadi deyilganda, misol sifatida keltirilgan. U yerda masalan kelin navkari, sepyoydi, ota ko'rdi, shunga o'xshagan mana quda chaqirdi degan marosimlar keltirilgan, shularda o'tkazish taqiqlanadi deyilgan. Lekin kuyov navkar yo'q. O'zi kuyov navkar bu bir milliy an'analarga yot, bir odob-axloq qoidalariga zid bo'lgan marosim deb hisoblamasak bo'ladi. Chunki u to'ydagi eng muhim bir marosimlardan bittasi. Shuning uchun ham bu taqiqlangan deb ayta olmaymiz. Bu mening shaxsiy fikrim. To'g'ri, men to'ylarni tanqid qilaman. To'ylar o'tkazilishda kam xarj bo'lish kerak, juda ham sodda bo'lish kerak deyman. Lekin ma'lum bir elementar marosimlar baribir to'ylarda bo'lgandan keyin odatlar bo'lishi kerak. Kuyov navkar ham xuddi shunday elementar bir odatlardan, marosimlardan biri deb hisoblasak bo'ladi.